Qo'ling akajon, endi bular nima? Bu narsamizni har bitta mijozlarimizga ishlab chiqarayotgan bitta showroomda qo'ya olmagan modellarimizning ichki ko'rinishlari. Bitta yana individualniy mijozga moslashtirib turib, mana ichki ko'rinishlarini, boshqa narsalarini o'zingiz ko'rib, ushab ko'rib yoqtirganligingizni tanlashingiz uchun stend qilganmiz. Keyin stendda masalan uyda matrasingiz yaxshi-da, shu do'kondan kelib nimadir xarid qilishmoqchi bo'lsa, qattiq matras yumshoq qilishadigan bo'lsa, mana shunaqa topperlarimiz bor. Xolisi 5 santimetrli, xolisi 7 santimetrli, xolisi 9 santimetrli topperlarimiz bor. Masalan, mana shu topperimizni любой qattiq matras ustiga shunday qo'ysangiz anatomik bo'lib qoladi. Buni ham istalgan razmerda, necha razmer deysiz, qilib beramiz. Yana bitta plus tarafi, mana bunaqa namatrasnikimiz ham bor. Bu ham faqat qulaylik uchun. Mana oke, ko'ring. Bu rezinali bo'ladi. Ayollar juda yaxshi bilishadi. Prostinani matrasga kiygizgandan keyin yechilib ketaveradi, surilibdi. Bu matrasga shundoq qolib bo'lib, chexol bo'lib kiyiladi. Bu ham eti qalin, ani yupqasi emas. Turetskiysini mana shu mahsulotni Optimda, Toshkentda, Optim joyda $35 yupqa matolisini sotishyapti. Bu ham ustida anaqasi bor, effekti ham bor. Sintetik xlofiberli qilinganda. Endi shu mahsulotni bemalol kelib xarid qilishingiz mumkin. Narxi bor, 300 ming so'm. 300 ming so'm. 300 ming so'm. Yana chexoli ham shunda bor. Xuddi shunaqa. Turetskiyimizdan qalin, lekin narxi 2 barobar arzon.